Matematika darsi oltin baliq metodidan foydalanish uchun avvalambor biz oltin baliq ertagi haqida va yechadigan masalamiz haqida o'quvchilar bilan qisqa suhbat o'tkazib oldik. Biz matematikadagi masofa, vaqt, tezlikni topishga doir masalalarni yechishda shu metodni qo'llab ko'ramiz. Hozir o'quvchilar masalani yechish jarayonida ertakni ham so'zlab berishlari kerak bo'ladi. Masalani o'qiyman. Quyon ovchidan 750 metr/minut tezlikda qochib ketmoqda. Ovchining tezligi quyonning tezligidan 5 marta kichik. Agar dastlab ular orasidagi masofa 300 metr bo'lsa, 10 minutdan keyin quyon ovchidan qanday masofada bo'ladi? Masalada nimalar ma'lum? Orasidagi nimalarni o'qiymiz? Ovchining tezligi va o'ynab qarasak, ular orasidagi masofa. Barakalloh. Masala tushunarlimi? Yechishni boshlang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda chol bilan kampir bor ekan. Bir kuni chol dengizga borib baliq tutmoqchi bo'ldi. Qarasa, qarmoqga oltin baliq ilyapti. Keyin oltin baliq aytdi: "Bobojon, meni qo'yib yuboring" dedi. "Yo'q, men seni qo'yib yubormayman" dedi. "Men tilaklarni bajaruvchi baliqman" dedi. "Keyin mening birinchi tilagim" dedi. "Katta menga bir tovora berasan" dedi. Anvar, davom ettiramizmi? So'ng chol tovora olib uyga boribdi. Keyin ertasi kuni kampir undan oltin baliqqa borib yangi uy surashini aytdi. Keyin chol yana boribdi va aytdi: "Menga yangi uy berdi" dedi. Shunda baliq suv ostiga kirib ketdi. Barakalloh. Hozir masalani to'g'ri yechgan o'quvchilar oltin baliqni soatga ega bo'ladilar. Keyin Muhammadjon masalani to'g'ri yechding, shuning uchun sen oltin baliqni soatga ega bo'lding. Qani Farzonani ham masalasi to'g'ri yechilgan. Shuning uchun unga ham oltin baliqni soat taqdim etamiz. Anvarjonning masalasi ham to'g'ri yechilgan, shuning uchun unga ham oltin baliqni soat taqdim etamiz. Barakalloh o'quvchilar, rahmat.